Salom hammaga bolalar, sizlar bilan Muhammad bugun. Bolalar, Rasulchik Tdem bilan o'ynab ko'rdim. Bu o'yin menga uncha oson bo'lmadi. Lekin bu bola iPad M4 da o'ynaydi. Meni bilasizlar, men 30 FPS da o'ynayman. O'shaning uchun bu bolaga o'qim regitam qilmayapti, telefonim ham qatyapti. Lekin shunga qarang, bu bola o'ynashga ko'ndirdim. O'yinda ko'ringlar endi.